Ikkinchi ijodiy uyushma. Не сразу все устроено. Vera Alentova, Москва не сразу строена. Алексей Баталов, Она горела столько раз. Irina Muravyova, Раиса Рязанова, Тянулась к небу дерево, и только Moskva небо ko'z yoshlarga верило, ishonmaydi filmida. кроме неба верила на труд. Ssenariy avtori Valentin Chernych. Александра, Постановкачы rejissyor Vladimir Menshov. перед нами, это я. Постановкачы оператор Игорь Слапневич. Постановкачы rassom Said Menyalshikov. Sergey Nikitin muzikasi. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Дирижер Хачатурян. Москву рябиной красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Murakkab syomkalar bo'yicha operator Patapov, rassom Kazakova. Хоть краешек земли. Александра, Александра, что там вьется перед нами. Konsultantlar Zhelantkovskiy, Zamышляев. Семенами крутит вальс. Картина директора Виталий Богуславский. С видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится. Moskva, 1958 yil. Si tu t'endors au volant, si tu vois à l'horizon des mirages, c'est le moment de faire attention, car il y a de sacrés Kelding Katya. Katya! Yiqildingmi? Ha. 2 ball yetmadi. Voy o'lay. Chatoq bo'pti-ku. Ro'yxatni ko'rdingmi o'zi? Nega ko'rmayman? Yo'q degana? Yo'q. Borisenko, seni so'rashyapti. Hech qisi yo'q. Bu yil kirmasang yana yil kirarsan, ishlaysan, kechalari o'tirib tayyorlanasan. Bularni kelishlarini-chi? Qo'y, xafa bo'lma, Katerina. Xafa bo'layotganim yo'q. Xafa bo'lmayotganmish. Odamga alam qiladi-da. 2 bola. Baribir kiraman. Men ketdim. Yaxshi bor ekan. Namcha qo'rqmasang. Qulubdan surtib olganda yuzim tiniq bo'lsin deb. Tushundingmi? Qayerdan bilaman? Bilib qo'y, Bo'yanova. 12da eshik bekiladi. Kech qolmaymiz, konsertga ketyapmiz. Konsertgamish. Kim aytadi buni Moskvalikda? Nima bo'pti? Yotoqxonada eshitadi. Salomlar. Qanaqa Lyudmila? Bizda Lyudmilalar ko'p. Voy, ha, Lyudmilacha deng. Hozir. U vanna qabul qilyapti. Hozir bir pas kutib turing. Sviridova, Lyuda, telefonga chaqirishyapti, chiqib ayt. Tezroq. Lyuda, sen telefonga chaqirishyapti. Voy, alo, chaqirdim. Artinyapti, hozir chiqadi. Voy. Seni vanna qabul qilyapti dedim. Eshitaman. Vatikmi? Nega unutarkanman? Qanaqa yotoqxona? Buvim hazillashganlar. Kecha Novosibirskdan mehmonlar kelishuvdi. Uyimiz yotoqxona bo'lib ketdi deb kulayotgandilar. Bilasanmi, Lyuda? Ha, Moskvaga hamma o'zini uradi. Shahar ham tiqilib ketdi. Yo'q, bugun bo'lmaydi, dadamning tug'ilgan kunlari. Ertaga vaqt topib o'zim telefon qilaman. Chunki kun bo'yi institutda bo'laman. Hop, chao.
Yotoqxonamish. Nima deyish kerakligini qayoqdan bilay? Bilmasmishlar. Hello de. Nima? Hozir yozib olaman. Qiziq. 5 yil kitobdan bosh ko'tarmay o'qib, oqibatda ming so'm olib zavodda ishlaydimi? Yo'q, bu hayot emas. Ay, Lyuda, juda g'alatisan-da. Senga o'zi qanaqa hayot yoqadi? To'g'ri yuringlar. Ko'chada quchoqlashib yurish uyatligini unutdinglarmi? O'lguda yurayni siqadigan fanda bu ximiya. Nuqul formula. Voy, yashashga tushmas ekansan. Ximiya bu insoniyatning kelajagi. Kelajagi? Kelajakni o'ylamay bugunni o'yla. Qizlar, balki bir Jona yo'lingdan qolma. Tavba qildik. Nega unaqa deding? Yomon bolalarga o'xshamaydi. Sen nimani tushunarding? Mirza quruq o'zimizga o'xshagan ko'rinib turibdi. Yo'q, bunaqalardan foyda yo'q. Bo'lganga yarasha zo'r bo'lsin. O'ynasi yaxshi ekan. Voy, yo'q, qara qaytib qo'ying. Qani keling. Baxti kulgan inson gaplar. Yumata. Salom. Salom. Nima qilib tursan dedi? Meni proq hisob chiqmoqchi edi. Haligacha daragi yo'q. Nega menga telefon qilmading? Qayda? Ha, mayli, hozir bir yo'lni qilamiz. Yaxshi. Siz ham artistmisiz, ha? Ha, shunga o'xshashroq. Artist bo'lsangiz nega bu yerda turibsiz? Familiyangiz nima? Familiyam hali unchalik taniqli emas. Har holda aytsangiz yomon bo'lmasdi. Smatkunovskiy edi? Ha? Smatkunovskiy. O'zing tuzatyapsanmi? Navbatchiklaringiz qachon keladi deb kutib o'tiraymi? Navbatchilar yetishmaydi. Barakalla. Tuzuvsan-ku. To'sya. Nima deysan? Dam olish kuni birga dachaga boramiz. Oyim olib keldilar. To'sya. Nega indamaysan? Balki kerak yo'qdir. Nega kerak yo'q? Qo'rqyapti. Nimadan qo'rqasan? Odam yeladi. Unaqa o'rtoqlaringni ham taklif qil. Dalda bo'ladi. Toza havoda dam olib kelishadi. Bundan to'lamaysan. To'layman. Xo'p dedi-ku. Orqangdan yaling yurishim kerakmi? To'layman dedi-ku, bo'ldi. To'xta, Sibiriyga to'xtadim. Necha oydan bir to'lamaysan? Ha? Aytdim, necha oydan bir? Muncha xira bo'lmasang. Sen aralashma. Mana menga xiralik qil. Menga xiralik qil. Qanday borib turdim? To'lamaganlardan tesmay qolgansan, Sibiriyga. Odamni qiynab yubording-ku, gapirsanchi, qachon to'lamoqchisan, ha? Nima endi oyog'ingga bosh urishim kerakmi? Qachongacha laqil etasan? Lyuda, bo'la qol. Hozir tayyorman. Shunaqangi yarashibdiki. Lyuda, qayoqqa? Qayoqqa? Lyuda! Nega cho'qilib ketdi? Qo'yaver. Biz bilan yurarmidi u tannos?
Tezroq, yaxshi qiz, tezroq, tezroq. Nima o'qiyapsiz? Kitob. Qiziqdir-a? Juda. Nomi nima ekan? Uch o'rtoq. O'qimaganman. Hozir butun Moskva o'qiyapti buni. Moskvada. Siz Moskvali emansmisiz? Shu yerliman desam ham bo'ladi. Luda, qayoqqa? Yura. Dachaga. Hello. Yotoqxona eshitadi. Kimdan? Lyudmila seni. Kim? Rudolf. Televideniyadan. Ha, esimda. Yo'q. Bu shunaqa hazilkashlar. Hozirgina Rigadan mehmonlar kelishuvdi. Shuning uchun uyimizni yotoqxona deyaptilar. Yo'q, ilojim yo'q. Bugun uy ichimiz bilan dachaga ketyapmiz. Qaysi yo'ldan? Asfalt yo'ldan. Nari tur, ey. Qaysi yo'ldanligini o'zim ham bilmayman. Ha, doim shofyorimiz o'zi olib boradi. Voy siri. Kechirasan, Rudi, hozir gaplasha olmayman. Dadam kutyaptilar. Chao. Javob qocharkansan-u? Tanbeh berishni o'rniga puldan cho'z. Ha, To'sa yanglishmabdi. Mashina, dacha. Oldinroq bilganimda o'zim qo'lga olardim. Tomtama bo'lmas, sen didimga to'g'ri kelmaysan. Dachaga kelsak, nomi dacha xolos, oddiygina dala hovli. Rostdan-a? Eshitding-a, To'y? Unaqasi bizga to'g'ri kelmaydi, mashinani qaytar. Qo'ysang shunaqa qiliqlaring. O'zi zo'rg'a o'tir. Dadil bo'l, To'y. Hali kelin ko'rsatishning oqibati nima bo'larkin? Bu nima deganing? Shunchaki mehmonga ketyapmiz. Nega to'xtab qoldinglar? Yuraveringlar. Tanishib qo'yinglar. Lyudmila, xursandman. Bu Katerina. Lyudmila, yaxshimisiz? Salom. Bu To'sha. Salom. Uchinchi yilda onang tikuvchilik kombinatida ishlar edi. O'shanda hech voqeamiz yo'q edi. Sen aralashma. Ota bola o'zimizning gapimiz bor. Vaqt o'tib ketaverar ekan. Yaxshi, isitib kel. Hozir hammasi bo'lib 850 so'm atrofida tushiraman. Tashvish qilma, biz ham qarab turmaymiz. 2 oydan keyin 6-razryadda olaman. Yaxshi. To'sha. Bo'sh! Smorodinani o'tgan yil o'tkazuvdim. Mana uni yaqinda ekdim. Bu qulupday, bu ham qulupday. Ana u Krizhomnik. Mana bu joyga eshityapsanmi? Hammasiga olma ko'chati o'tkazmoqchiman. Xo'sh, qalay? Juda yaxshi. Ana u yerga osh ko'k ekish kerak. Xohlagan paytda uzib ovqatga ishlatilaveradi. Bu gaping ham to'g'ri. Yaxshi, qat'iy yaxshi. Nega unday deysan? Ularga qarasang yuraging tars yorilib ketay deydi. Yo'qni yondiraman deb boshlarini qotirishyapti. Hammasi ma'lum. Oldin televizorga pul yig'ishadi, keyin kir yuvadigan mashinaga, undan keyin xolodilnik olishadi. Xuddi gosplandagidek ish 20 yilga mo'ljallab qo'yilgan. Zerikib o'lasan. Nimasi yomon buni? Nimasi yaxshi? Mundoq tushunsangchi, biz Moskvada yashaymiz. Moskva bamisoli lotereya. Hamma narsani yutish mumkin. Bu yerda diplomatlar, artistlar, rassomlar, yozuvchilar, olimlar yashaydi. Mushumi ularning aksariyati erkaklar, tushundingmi? Biz
esa ayolmiz. Ular boshqarmi bizlarni? Xotillari bor o'zlarini. Bizni kam joyimiz yo'q ulardan. O'sha olim yozuvchilaringni qayerdan topasan? Ular seni non zavodingda ishlashmaydi. Bu gapingda jon bor. To'g'ri, bu mushkul ish. Lekin yo'lini topsa bo'ladi. Gala, uxlayapsanmi haliyam? Tura qol, soat 9 bo'ldi. Uyg'otib qo'ygan deganding-ku. Qizlar, ko'rpa yostiq jiplarni almashtiringlar. Natasha xolanglar ketib qoladi. Qizlar, issiq suv ketdimi? Qachon suv bo'lganda har doimdek sovuq suvda yuvindik. Oh, haliyam yotibsanmi? Faqat umring g'aflatda o'tib ketadi-ku. Alo, Mariya Mixaylovna bormi? Alo, Mashinka, senmisan? Suyunchini tayyorlab qo'yaver. Ha, kelganda bilasan. Xullas bopladim. Van Kliberimga 2 ta bilet topdim. Hayron qolasan shu erkaklarga. Mundoq qarasang, tuppa-tuzuk odam, qanaqadir fan kandidati. Men unga qayoqdagi gaplarni gapirib yuz yoqdan aylantirib yotibman. U bo'lsa eshitib, kallasini liqillatib o'tiribdi. Xolasang ertaga birga boramiz. Ertaga ko'chmoqchiman. Qayoqqa? Lusha tog'alar dam olishga ketishyapti. Uyda hech kim yo'q. Kelib o'tirib turgin deyishdi. Ishga qatnashimga uzr, lekin yo'q deyishning iloji bo'lmadi. Nega yo'q deysan? Esing joyidami o'zi? Ayni muddo-ku. Qayerda turishadi? Qo'zg'alon maydonida. Baland uydami? Ha. Ertaga birga ko'chamiz. Salom. Salom. Tixamirovlarniki. Omonmisiz? Voy, to'xtang. Kerakli narsalarning hammasi shu yerda. Choy, kofe, dondonlar bu yerda emas, boshqa joyda. Konkurslarni qayerda ko'rdim? Top bo'laman. Ha, yaxshi Katerina. O'z uyingda bemalol topib tutib ishlataver. Chapochka, o'zim aylanay. Sezyapti ketishimni. Bu qanaqasi? Yarim soat qoldi, haligacha daragi yo'q-a. Lyosha, na buncha beg'amsan. Bunaqada kechikamiz-u. Yetib olamiz. Mashina pastda turibdi. Qacha, salom. Ishlar qalay, joydami? Hammasi joyida. Salom, Tixamirov. Lyudmila. Yaxshi, o'tirdik. Eson-omon yetib olaylik. Dorini gaplashdim. Va'da berishdi bo'ladi. Oyinga yozib yubor, otpuskadan qaytishimdan jo'nataman. Qani Rahmat, Lushta. Turdik. Nega yig'laysan? Chapa qolyapti. Bo'la qol, kechikamiz. Tezroq, bo'la qolinglar. Mana ketyapmiz. Siz sira xavotir olmang. Yaxshi dam olib keling. Menga beraqa. Xayrlashdik. Xayr, Rita. Hech narsa esimdan chiqmadimi? Gullarga haftada 2 marta suv qo'yasan. Pochtani stol ustiga taxlab qo'y. Keyin chapani kuniga 2 marta aylantirib kel. Ertalab soat 5 da. Voy, chapani tashlab ketinglar. Voy. Yaxshi. Xayr. Men so'ray. Mayli, Lyudmila men bilan tursa 2 kishi zerikmasdik. Lyudmila, ozodaginami o'zi? Ozodaman. Judayam ozodaman. Ha, mayli, unda birga tura qolinglar.
Sen tanımabman. Yana telefon nomerimizni birdan o'zgartirib qo'yishdi. Ha, yozib ol. De tot. De. Salom. Qani qo'ravoylar. Chapa bilan so'rashib qo'yinglar-chi. Chapa so'rash. Qo'rqma, Mituvay. Qani chapa. Menga kechi. Bo'ldi. Ketdik. Ular Sochiga ketishdi. Xullas xalaqit beradigan odam yo'q. Adresni yozaymi? Ko'rishguncha, Seryoz, chao. Ushlab tur. Ertaga to'planishamiz. Shu yerdami? Qayerda bo'lardi bo'lmasa? Keladiganlar saralangan. Fan kandidati, shoir, telestudiyadan, sportchi, yana bir juft mayda injenerlar. Kelisharmikin? Bo'lmasa-chi? Faqat bir shart bilan. Ikkalamiz ham professor Tixamirovning qizlarimiz, bilib qo'y. Men katta qiziman, sen kenjasi. Men medinstitutda o'qiyman, psixiatriya bo'limida. Sen o'zingni ximiya texnologiyangda. Nega endi? Shunga 100% ishondimki, erkaklar nozik kasbdagi ayollarni yoqtirishadi. Masalan, vrach. Ozoda, oppoq xalatda oiladagi kasalni o'zi tuzatib beradi. Yoki muzika muallimasi. Qanday jozibali buning ustiga pul deganing o'zi oqib kelaveradi. Albatta, eng zo'r kasb rassom modelyerlik. Lekin buni birdaniga eplash qiyin. Psixiatrlikni eplaysan? Bo'lmasamchi, asab kasallar shifoxonasida sanitarka bo'lib bekorga ishladimi bir yil? Jinnilarning hayoti baribir keyin sira ochiladi. Senchi nima keragi bor bunaqa ishni? Katya, keyindi, xuddi qolgin. O'zing uchun bo'lmasa, men uchun xuddikin. Shu narsa kerak menga. Men bunaqa qing'ir ishlarni yoqtirmayman. Bo'lmasa, shu uyni xizmatkorman. Beqizuv bo'pti-ku. Odammasanda. Bir tavakkal qilib ko'rsang, nima qilibdi? Qiziq-ku axir. Qanaqa professor qiziman deyman. Bashiramdan ko'rinib turibdi. Nohaqsan, Katya. Odamni 2 darsda fosh qiladi. Agar u so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilsa, sendan bunaqa kamchilik yo'q. Keyin bema'ni savollar bersa, sen esa kamroq gapir. Men bilmaydigan biror narsa so'rab qolsa-chi? Unda nima bo'ladi? Gapiraver, lekin ishonch bilan gapir. Mana shuni nuqtai nazar deyshadi. Mana men qo'paraman, to'g'rimi? O'zing ham bularga. Ular bunaqa odamni dangalchi deyshadi. Bu menga yoqadi. Kelishdikmi, Katya, ha? Yo'q. O'zingni men yo'qanga solganing bilan o'zgarib qolmaysan. Keragi yo'q. Bu singlim Katerina. Juda soz. Xursandman. Katya. Anton. Ismi sharifingizchi? Siz uchun faqat Anton. Ismi sharifimni ehtiyot qilaman. Qo'l ostimdagilar uchun. Marhamat, ichkariga kiring. Obar suvga solib qo'y. O'rtoqlar, yangi mehmon, tanishinglar. Krugulov, glavkada o'rinbosarman. Seryoja. Perov, Krugulov. Texnika fanlari kandidati. Azaryan, Eduard Nikolaevich. Sinovchi injener. Krugulov, glavkada o'rinbosarman. Juda xursandman. Значок taqqani olim, texnika fanlari kandidati. Qaysi sohada? Texnika sohasida. Qizlar. Voy. Qanaqasi bu? Meni o'lishim. Keragi yo'q. Mayli, Anton. Mana. Kechirasiz. Pardon. Anton, mana uni ichkari olib kiring. Xo'p. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, keling. Uzr kechikkanim uchun ko'rsatuv cho'zilib ketdi. Tushunaman. Marhamat, tanishing, meni singlim Katerina. Juda xursandman. Katya. Rudolf. Fikringizga qo'shila olmayman. Aksincha, she'riyat hozir yuksak parvozda. Juda iste'dodli shoirlar paydo bo'lyapti. Zhenya Yevtushenko masalan. Kim Yevtushenko?
Shunday shoirni o'qimaslik gunoh. Kelajagi porloq, o'tkir bola. Lekin hammasidan ham menimcha Robert balo, Rajdeski. Eshitganmisizlar? Unda allaqanday kuch, isyon ruhi bor. Ha, bunaqa isyonchilar ko'payib ketgan. Ularga hech nima kerak emas, faqat keksa avlodni yomonlash bo'lsa bo'ldi. Nimaga indamaganimizga hayron ular. Tanqid qilish oson. Bizni davrimizni boshdan kechirishni bilishardi. O'sha paytda ham jim turmasdik. Seryojani qadahi shunda o'tiribdi. Bu qanaqasi, a? Icha olmayman. Nimaga? Mumkin emas. Trenerim ruxsat etmaydi. Sportda qoida shunaqa. Kechirasiz. Siz Gorinsiz, a? Gorin. Yuzingizga tikilaman xolos. Qachon, qayerda ko'rganman deb qarang. Sizlarning o'yiningizni televizorda bir necha bor olib ko'rsatganman. Qo'ysa ishchi. Nega kamtarlik qilasiz? Axir shvedlar siz haqingizda nima deb yozishganini bilaman-ku. Hozir Moskvada yashayapsizmi? Ha, Moskvada. Bu juda qoyil-ku, o'rtoqlar. Mana shu qadahni buyuk xokkeychi Gorinni sog'ligi uchun ko'taraylik. Rahmat. Yo'q, o'zingiz uchun ozgina ishsiz hech narsa qilmaydi. Yo'q, minnatdorman yaxshi so'zlaringiz uchun. Icha olmayman. To'g'ri kelmaydi. Qoida shunaqa. Anchadan beri ishlaysizmi televideniyada? 2 yil bo'ldi. Juda qiziqarli ish. Juda. Bilasizmi, umuman borib televideniya hamma narsani ostin-ustin qilib yuboradi. Hech narsa bo'lmaydi. Na kino, na teatr, na kitob, na gazeta. Faqat televideniya qoladi. Juda oshirvor deysiz-ku. Teatr to'g'risida siz haqsiz. Haqiqatda yaqinda kasod bo'ladi. Lekin kino, kitob, hammayli meni so'zlarimni 20 yildan keyin eslaysiz. So'zsiz 20 yildan keyin hamma narsa boshqacha bo'ladi. Unchalik ko'p emas, 20 yil. 20 yildan keyin men kampirshov bo'laman. Hozir shunaqa deb o'ylaysiz. Bilasizmi, 40 yoshlarga borganingizda ishonchim komilki, hayotga endi qadam qo'ydim deysiz. 40 yoshda-ya? Qo'yingi. Tugatgansiz? Hali hech qarini tugatgan emasman. Chunki hozircha televideniya bo'yicha mutaxassislar tayyorlaydigan institut yo'q, lekin vaqti kelib hammasi bo'ladi. Ana shunaqa. Aytingchi, nima uchun aynan shu kasbni tanlagansiz? Voy, buncha beso'noqqaysiz. Kechirasiz, uzr. Shvetsiya qalay ekan? Biz chet el ko'chalarini faqat avtobus oynasidan ko'ramiz xolos. Doim vaqtimiz ziq. Esizgina. U endigina dunyoga kelyapti, ammo istiqboli porloq. Darvoqe bo'lganmisiz telesentrda? Yo'q, bo'lmaganman. Yo'q. Xohlaysizmi ko'rishni? Qaniydi? Qanday qilib? Propus yozdirib qo'yaman. Yaxshi bo'lardi. Чтоб снести старинный дом, динамита грянул гром. Не взорвался старый дом, рухнул новый за углом. В ресторане как-то дед скушал комплексный обед. И теперь не платит дед ни за газ и ни за свет. За улыбку, наконец, стал бороться продавец. Я пальто купил, надел, стал смеяться весь отдел. Televizorga qarang, Katerina. Voy, ana o'tiribdi. Rostku? Voy, ana yana chiqdi. На луну похож. Qanday yoqimli qiz, a? Voy, baloyi. Nima uchundir bir-biringizga sira o'xshamaysizlar. Nega men yoqimli emasmanmi? Ayo, unday demoqchi emas edim. Nimagadir qarqilsizlar. Подарила в лотерею куму свой билет кума. Кум теперь москвич имеет, а кума сошла с ума.
ikkinchi qilmang bunaqa ishni, Seryoja. Горожанин в лес приехал, стал Nima uchun? сознание терять. Siz mashhursiz, o'rganib qolgansiz qizlarni o'zi kelib bo'yningizga osilishiga. Men unaqa emasman. Eshitdingiz? Nima aloqasi bor mashhurligimni? Mashhursiz. Trener ham shunaqa degan edigan. Agar ochig'ini aytsam, umrimda faqat bittagina qiz bilan yurganman. Ana shunaqada. Luis, yoshlikda maktabdagi gap bu. Luis. Keragi yo'q, Seryoja. Balki sizga farqi yo'qdir kimni quchoqlashni, men uchun esa jiddiy narsa bu. Доклад и прения. Надо ж было нам узнать нашу точку зрения. Men uchun ham. Vityaji, ko'roqchal barmoqlaringni bo'sh tut. Borodik, bir yasharlik payti. Bu kishi erim. Kechirasiz. Uyimiz saltorroq. Ha, endi ko'ngil uchun shunaqa deysiz-da. Sizlarning uyingiz haqiqatda juda ham ajoyibmish, Rudik gapirib berdi. Ha, yomon emas. Vit, iltimos, barmoqlaringni bo'shroq tutsang-chi. Dam olishga borganda tushganmiz. Bu yil qayerda? Qrimda dam oldlaringmi? Aytishlaricha bu yil salqin bo'lganmish. Umuman salqin. Lekin unchalik ham hot yilga nisbatan-da. Gapiraverib charchatib yubordingiz-ku, Katyani. Katya dasturxonga marhamat. To'g'ri aytasan, marhamat. Vitya, kela qol. Vitya o'sha yerda o'tiradi. Ha, barakalla. Salatga qalaysiz? Solib beraymi? Rahmat. Katyaga salatdan. Salat juda shirin bo'lgan. Tildan oling, tildan. Ha. Vitya, tarelkani ber. Shungami? Shunga. Tanishuvimiz mustahkam do'stlikka aylansin. Ruxsat eting, mana bundan solib beray. Yo'q. Menga mumkin emas. Tuxum yoqmaydi. Narsa to'shib ketadi. Voy, rostdan-a? Undan tashqari, bu yoqqa kelishdan oldin ovqatlanib olganman. Kechasi yegimga o'zinglar yeyaveringlar. Qayoqda yuribsan? Kel yordamlashib bor. Xo'jayinlardan telegramma keldi, indiga kelishayotganmish. Ziyoli kishilarni sadaqasi ketsang arziydi. Oldindan ogohlantirishganini qara, tag'in bir baloni ustidan chiqmaydi deb. Endi nima bo'ladi? Qo'rqma, o'ylab qo'yganman. Eshitaman. Seryoja qo'ng'iroq qilganing yaxshi bo'ldi. Yo'q, kechqurun albatta o'sha joyda, albatta. Bilasanmi, indiga telefonimizni uzishib qo'yisharmish. Ha, butunlay. Davlat ehtiyoji shuni taqozo qilganmish. Hech qisi yo'q, endi o'zim qo'ng'iroq qilib turaman. Xo'p, kechqurungacha. Chao. Bo'ldi. Qachongacha yolg'on gapiramiz? Ertaga Rudik kelsa hammasini aytaman. Katyka, jinnilik qilma. Uning Seryojaga aytib qo'y. Mayli, aytaversin. Hamma narsaning chegarasi bor. Jon Katya, yana biroz sabr qil. Bésame mucho. Qani? Kechqisi yo'q. Shampan o'tkir ekan, boshim aylantirib yubordi. Zodagonlar ichishgan. Sen uchun. Sen uchun. Dans echamizmi? Mayli. Tengo miedo perderte después.
Xayr. Ha, ko'chyapsanmi, Katya? Endi chapan kim aylantiradi? Egasi. Biz yana kelamiz. Rudika aytishicha, g'arbda hamma tantanali voqealar restoranda nishonlanadi. To'g'riga sho'xlik deb shuni aytishadi. Bekor gazda urib chiqishmaydi ular mablag'ini. Buni ustiga restoran ovqati uyni ovqatida shirin bo'larmidi? Nima ishing bor? Kim qayerda nishonlaydi onasi? Ivan Petrovich. Mehmonimiz bo'ling, mahalliy hokimiyat vakili sifatida. Qani qayoqqa sudrayapsan? To'ya, televizor olasizmi? Avval mebel olaylik, keyin televizorga navbat. Boshqa gaplar yo'qmi? Dada, hozir 1 minutga. To'ya, avval televizor olinglar. Hozir eng zarur narsa televizor bo'lib qoldi. Nima uchun? Nimaga desang, biz asrimiz televizor asri. Yaqinda umuman hech narsa qolmaydi. Kino ham, teatr ham, kitob ham, gazeta ham, faqat televizor qoladi. Televizor. Juda yaxshi tuzlar ekansiz, Bodrin. Kelganimdan beri faqat shuni yeyapman. Ustasi Misha Maki. O'zim tuzlayman deb meni yo'latmaydi. Qachondan beri shu narsaga o'ch bo'lib qolding? Qo'ysang-chi. Menga qara, Katya. Yashirmay qo'ya qol. Biror ish bo'libmidi? Nimalar deyapsan? Gapiraver, aylantirmay. Ha. Voy, qachon? Allaqachon nariga uyda. Voy, unda 3 oy bo'libdi. O'zi biladimi? Yo'q. Aytish kerak edi. Qaysi birini aytaman? Yolg'on gapiraverib o'zim ham chalkashib ketdim. Ha, hech qisi yo'q. Turmush qurganlaringdan keyin hammasini o'zing gapirib berasan. Gapi to'g'ri. Agar sevsa kechiradi. Yo'q, qizlar. Oila qurishni yolg'ondan boshlamayman. Nima keragi bor? Shoshmasang-chi. Gorka! Katya, seni Mixaylo chaqiryapti, yugur. Zarur ishi bor ekan. Ana o'zi. Nihoyatda ish bilarmon qiz. Uncha-muncha injenerdan qolishmaydi. Yaxshi. Chiroyliroq ro'mol o'rasin. Qani yurib ko'rsating-chi. Qani yur. U kishi rejissyor, seni butun mamlakatga mashhur qilmoqchi. Vaqtim yo'q, 4-liniyaga qol, ish qochmaydi. Juda soz, juda yaxshi. Faqat shimingizni sal ko'tarib, kurtkangizni ham o'zgartirsangiz. Menga qara, Lenin. Bitta kadrni mana shu yerdan, ikkita kadrni mashinalar yonida turganda, oxirgi kadrni dugonalar bilan birga. Qani bo'la qol, bo'l. Xo'sh. Uchtaroqni gapirishingizga to'g'ri keladi. Nima deyishni bilmayman. Zarari yo'q. Javoblaringiz mana tayyorlab qo'yilgan. Savollarni bizni Lyudichka berib turadi. Marhamat, tanishib qo'yinglar. Siz men bilan yuring, siz tayyorlaning. Yaxshilab yodla. Nimaga o'tiribsan, Katya? Nima bo'ldi? Mazam qochdi. Mazam qochdi. Nima deysan? Mixail, men gapirolmayman. Ahmoqlik qilma. Yo'q, men mazam qochdi. Katta hurmat-ku. Keragi yo'q, Butun mamlakat ko'radi-ya. Hamma yoqdan xatlar keladi. Sizlar yod bo'lmayapti, meni ishlarim qo'ygan. Gapimni eshitayapsanmi? Tushunsanchi axir. Yo'q, meni kechiringlar, siz gapirmayman. Yo'q, umuman bo'ldi, bas qil. Yo'q, keragi yo'q. Necha marta gapirib kelasan senga? Bu senga hurmat. Yaxshi, ketyapman, oxir qo'yib yuboring. To'xta, sher. Lyuda, sen kadrga mana bu yerdan kirib kelasan. Nariroq turinglar. Qani? Menga qarang-chi. Juda soz, juda yaxshi. Sochingizni biroz tekislaymiz. Ana, endi gapimga yaxshilab quloq soling. Mana bu ключ bilan, mana bu gaykalarni o'ng yoki chapga buragan kishi bo'lasiz. Tushuntiradimmi? Tushunarlimi? Juda yaxshi, juda soz. Lyuda, shu vaqt mikrofon bilan kadrga kirib savol berasan. Siz javob berasiz. Tayyormisizlar? Rudik, hammasi tayyormi? Yaxshi. Sizlar nari turinglar, xalaqit bermanglar. Qani boshladik.
Biz hozir siz bilan shu mashhur zavodning sexlaridan biridamiz. Bu kishi Katya Tixamirova. U qizlar ichida yagona sozlovchi slesar, zavodning faxri. Zavodda qanday murakkab stanoklar o'rnatilganini o'zingiz ko'rib turibsiz. Bizni Katya stanokdagi har qanday nuqsonni tez aniqlab, bartaraf qila oladi. Shundaymi, Katya? Ha, umuman qo'limdan keladi. Katya, siz shtampovkachi bo'lib ishlagansiz-a? Ishlaganmi? Demak, sizga oddiy qul mehnati yoqmagan. Ijodiy ish qilmoqchisiz. Shuning uchun ham ongli ravishda sozlovchilik kasbini tanlagansiz. Yo'q, ongli ravishda tanlagan emasman. Mendan Mixail iltimos qildi. Kechirasiz. O'rtoq Lednyov. Aha. O'rtoq Lednyov seximizning boshlig'i. Nihoyatda yaxshi kishi. Iltimos qiluvdi, yo'q demadim. Umuman shu masalani atroflicha ko'rib chiqish kerak. Hech kimni toqati yo'q sozlovchilikka, sababi kam maosh to'lashadi. To'g'ri-da, normani qayta ko'rib chiqish o'tirsiz-chi. O'zim o'ylab gapirayotganim yo'q. Ish og'ir yengilligiga qarab maosh to'lash kerak. Katya, orzularingiz haqida gapirsangiz, ehtimol o'qimoqchidirsiz, o'qishni bitirgach, zavodingizga injener bo'lib qaytish niyatingiz bordir. O'qish niyatim bor, to'g'ri. Lekin bu yil kira olmadim. Imtihonlardan yiqildim. Baribir kelasi yil urinib ko'raman. Zavodga esa qaytmasam kerak agar imtihonlardan yiqilmasam. Sababi ximiya texnologiya institutiga kirmoqchiman. Omad yor bo'lsin, Katya. Rahmat. Bo'ldimi? Ushlayman o'zingiz. Salom. Antiqa uchrashuv bo'ldi-ku, a? Labbay. Balki shunaqadir. Qahramon ekansan, qaragin-a. Senga buni biror joy yoqmayaptimi? Ha, yo'q, nega endi? Xursand bo'ldim. Xo'p, xayr. Katya, namuncha yotganing yotgan. Bunda aylanib kelsang bo'lmaydimi? Toza havoda. Seryojaga bugun aytdim hamma gapni. U nima dedi? Xursand bo'ldi. Professor dadang menga turmushga chiqishingga ruxsat bermay deb qo'rqib yuruvdim dedi. Biz zaksga ariza ham berib qo'ydik. Tabriklayman. Katya, men ahmoqni kechirgin. Seni men o'lgur yo'ldan urdim. O'zimni ishim joyida seniki bo'lsa. Bas qil. Hammasiga o'zim iloh qilaman, o'zim jazosini tortaman. Yo'q. Gunohkor kim bo'lsa, o'sha javob beradi. Qiziqsana. Qanday qilib yordam beraman? Nima qilay? Kasalxonaga bordim. Doktorlar vaqti o'tib katta bo'lib qopti deyishyapti. Balki oyini tanish bilishlari bordir, iltimos qilsalar, yo'q deyishmas. Endi oyim aralashtirishimiz qoluvdi bu ishga. Qo'li g'irromlik qilmasdan to'g'ri o'ynagin. Hech qolmadi. To'g'ri o'ynayapman. Qolmadi-da mana shu odat. Endi nima qilaman? Buni oldinroq o'ylash kerak edi. Axir bitta o'zim aybdor emasman-ku. Menga qara. Nimaga endi meni boshimni qotiryapsan, ha? Nima sen? Yosh bolamiding? Go'yo bu kishi oppoq, men esa ablahman. Bunda o'ylab qaraganda kim kimni aldadi, kim ablahlik qildi? Balli, qan yana. Singan chinnini chegalaganing bilan chizig'i qoladi. Shuning uchun yaxshilikchi, xayrlashganimiz ma'qul. Yaxshi.
Aslida gaping to'g'ri, ayb o'zimda. Faqat yolg'iz iltimosim bor. Vrach topib ber menga. Astag'firullah, yana shu gapni gapiradi. Qayerdan topib beraman vrachni? Qayerdan? Ayollarning ishi-ku bu. Meni qo'limdan nima keladi? O'zinglarni, zavodiylarni poliklinikasiga bor. Tahrushalarning vazifasi-ku ishchilarni salomatligi haqida o'ylash. Darvoqe bizda meditsina xizmati birinchi o'rinda turadi dunyo bo'yicha. Ish vaqtim ham bo'lib qoldi. Qo'y yig'lama, hali ko'rmaganday bo'lib ketasan. Men telefon qilaman, xo'pmi? Endi men boray. Xo'p, xayr. Mumkinmi? Shu yerda turar ekanda professor Tixomirovning qizi. Voy, salom. Yaxshimisiz? Salom. Yaxshimisiz? O'tirsam bo'ladimi? Bemalol. Rodikni yonimga o'tkazib olib, ochiqchasiga bafurcha gaplashdim. U sizni sevmaydi. Shunchaki ko'ngil xushlik qilgan, yoshlikda hammada ham bo'ladi. Ha, undan tashqari siz uni yomon laqalatgansiz, professorning qiziman deb. Shuning uchun iltimos, boshqa biznikiga telefon qilmang. Po'pisangizdan qo'rqadigan odam yo'q. Telefon qilganim yo'q. Demak, dugonalaringiz qilgan iltimosingiz bilan. İltimos ham qilganim yo'q. Ha, men qo'ng'iroq qildim. Qo'ng'iroq qilish ham gapmi? Hali tegishli joyiga yozaman. Sizning ishxonangizga ham yozaman, telestudiyaga ham. Sovunimga kir yumatsizlar hali. Menimcha Lyudmila bo'lsangiz kerak. Psixiatriya bo'yicha mutaxassis. Vaqtincha non zavodida ishlab turgan, shundaymi? Ha, shunaqa. Shunaqa bo'lsa yotoqxonada turib ishlayvering. Vaqtida men ham kommunal kvartirada turganman. U zamonlar o'tib ketgan. Zamon joyida turibdi. Bir narsaga ega bo'lish uchun ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Shunda ham ikki xonada 4 kishi turamiz. Faqat siz yetmay turdingiz, lo'kidoningiz bilan. Xomtama bo'lmang, uyimda sizga joy yo'q. Menga hech narsani keragi yo'q. Xotirjam bo'ling, sizdan hech nima so'ramayman. Qo'limdan keladigan yordamim faqat mana shu. Rahmat. Oyligim yomon emas. Ixtiyoringiz. Qiziq, nima uchun yolg'iz o'zing bolani tarbiyalashing kerak ekan? O'ldirib tashlayman. Nega arayib turibsan, dadasi? Olmaysanmi qizingni? Nima qilib turibsan? Bor, ol. Qizingni intizor qilmay ol. Mana gul. Rahmat. Katya, bo'laman, Katyusha. Sog'lig'ing sog' bo'lsin, shokoladan Ha, shunaqa bo'ladi. Mana bu siz
Hayır. Men kelib bekor qilman, o'zinglar kela qolsanglar bo'ladi. Nimaga? Antonina 3 oydan keyin shu yerda tug'adi. Harami bormi buni deysiz? Voy, shuni o'ylab o'tiribsanmi? Suyunish kerak, inson dunyoga keldi. Qani ketdik. Voy, shirinligini, buncha chiroyli bu qizing. Mana hozir. Voy, dumoqligini qara. Katta bo'lsa oyday qiz bo'ladi-ya. Voy, aylanib ketding. Nega yig'layapsan? Ko'zlari qora bo'ladi shekilli. Katya, burni xuddi o'ziniki-ya. Aleksandra. Dadamning ismi. To'g'ri qiladi. Qani kela qolinglar, dasturxon tayyor. Katya, bolani yotqizib qo'yib kelgin. Senga aytyapman, Katya. Qani kela qolinglar. O'tiringlar. Katya, uxlab bo'ldi. Men qo'ysamay qo'ya qolay. Mana. Mana keldik. Kat bo'lay qarash. To'sha mana bular. Mana bu yerga qo'y. Qizingga ko'yna chiqarib kelsin. Ludmila. Mana bu yerga turadi. Narigi stulga o'tir. Televizorni ko'rdingmi? Ko'rdim. Qayerdan oldinglar? Hamma surishtirib nima qilasan? Yur, Katya. Uydagilar berib yuborishdi. Katinka, endi bolang bilan bir o'zing shu uyda turaverasan. Rahmat. Tabriklaymiz. Umr bilan o'shani boshlayveramiz. O'tiringlar. Nega kutmas ekansizlar meni? Lekin men ishni push o'qigaman. Hozir keyin Antoninaga o'tadi. Undan keyin Ludmilaga. Yo'q, hali beri bizga aravacha kerak emas, to'g'rimi ko'ring? Shoshma. Apa qizimni ko'rsangiz. Oldin chaqaloq ko'ray. Xuddi o'zing-ku. Shunaqayam o'xshabki, xuddi quyib qo'ygandek sezdilarmi? Xuddi onasini o'ziga burni ham, yuz tuzilishi ham o'xshab turibdi. Yo'da, qani o'tiringlar. Yo'da, to'g'ri aytyapman, Mujida. Hali bir parcha o'tiring, onasiga o'xshab turibdi. Tabiatni ishini qaranglar. Qachon kelasiz? Bilmadim, vaqtli kelmasam kerak. Unda qizlarni chaqira qolay. Bolalarni ham chaqira qol, xullas. Ovqat. Tushunarli, холодильникda. Sho'rva, antrikot, kompot shisha bankada. Idishlarni Yo'q qo'yaman. Barakalla. Unda men ketdim. Xayr.
Chekyapsanmi? Tag'in nahorga. Dadangga aytib beraman. Bor ovqatingni ye. Nomilanglar. Olinglar. Salom Lyuda. Meni kechir, iltimos. O'lay agar oxirgi marta so'rayapman. 7-chislida pul olaman, hamma qarzimni to'layman. Qancha berishim kerak o'zi? Yana 5 so'm berib tur, hisob to'g'ri bo'ladi. Ko'ngling yana nimani tusaydi? Nega ishonmaysan, Lyuda? Beraman. Mana xat cho'ntagimda. 3-da pul jo'natishadi. 2 kundan keyin 7-larda olaman. Xo'p, tushunarli, lekin pul ishlab chiqaradigan mashina buzilib qoldi. Mazza qilasan. Nahotki tushunmasang, agar zarur bo'lmasa, yalinib kelarmidim oldingga. Senga har kuni ertalab shunaqa zarur bo'lib qoladi. Bosh og'riq deyshadi buni. G'alcha psixiatr. Nimaga tushunmaysan meni ahvolimni? Ishmayman desam, ishmayman. Mana trenerlarga chaqirib yotishibdi, bilasan-ku. Boshini qotirmay jo'na ishga kech qolyapman. Nimaga qaytasan? Nima itmanmi men senga? Noinsof ekansan, Lyuda. Esingdan chiqdi. Qancha narsa ortiga senga lastib turib ko'rsatilganman seni. Papkani kechaman. Kim bor? Bor haqqim. Gurin, bo'ldi endi kelma. 7 yil bo'ldi ajrashganimizga, hali ham sendan qutulmayman. Iloj qancha? Hech bo'lmasa 3 so'm ber. Voy, muncha xira bu. Mana bor yo'q pulim shu. O'zimga 10 tiyin olib qolyapman yo'l kiramga. Bor endi jo'na. Ajoyibsan-da. Unutmayman yaxshiligini. 7-da hammasini qaytaraman, albatta. Rahmat, Lyuda, rahmat. Mana buni qarang, dog'i ketmabdi. Ketmaydigan dog' ekanda, ehtiyot qilib kiyish kerak. Marhamat, rahmat. Bera qoling. Qani? Mana oling. Marhamat. Sizga nima edi? Kostyum. Kostyum? Kostyum. Juda soz. Bo'ldimi? Ha, yaxshi. Davo qolmabdi lekin. Shunaqangi chiroyli ajoyib tufli sotib oldimki, importni. Ko'rsang og'zing ochilib qoladi. Tufliga mos sumkani ham oldim. To'g'ri qilmanmi? Yaxshi qiz, 2 qavat qog'ozga urab bersangiz yaxshi bo'lardi har holda. Uzoqqa boramiz. Mamlakatda qog'oz masalasi chatoq. Generallarning xotini nega shunaqa bo'lar ekan? Agar men generalning xotini bo'lganimda, o'rniga qo'yardim. Avvalambor generalning xotini bo'lish uchun leytenantga turmushga chiqish kerak. U bilan birga garnizon 20 yil yurish kerak. Tayga-matayga, sahro-masahro. Voy, Polina, sen faqat qoida bilasan, hayot esa lotereyaga o'xshagan narsa. Mana men hamisha lotereya bilet sotib olaman. Yutdingmi? Bo'lmasam-chi, 2 marta 1 so'mdan. Guring. Ha, значит, guvohnomasi bo'lish kerak axir. Nima deyapsiz? Mana ko'r. O'tiring. O, Sergey Sanchka, salomlar. Bir ko'zga qo'yamsan. Barga xudoysiz. Ozgina. Sergey kechirasiz. Siz Gurinsiz-a? Hammasi qo'yilmaqom. Sergey. Hammasi qo'yilmaqom. Hammasi qo'yilmaqom.
Nikolay Vasilyevich, yaxshisi kabinetga kirib bafurja gaplashaylik. Kamchiliklarimizni o'zim aytib beraman sizga. Bilasizmi, kamchiliklarni bartaraf etish sizni vazifangizga kiradi. Axir buning uchun siz maosh olasiz. Keling, bir narsaga kelishib olaylik. Meni nega yo'qligi qiziqtirmaydi. Meni o'sha yo'q narsani yo'ndirish, bor qilishingiz qiziqtiradi. Kelishdik-a? Kelishdik. Salom. Salom. Ochig'imi haqiqatni aytdingiz. Direktor o'rinbosarning savoli bormi? Yo'q. Bosh injenernichi? Yo'q. Direktornichi? Ha, iste'mol bo'limiga savolim bor. Nima uchun mahsulotni tushirib olish plani bajarilmadi? Sisterna bo'lmadi. Transport sexi, siz bunga nima deysiz? Bo'sh sisterna yo'q. Qanday chora ko'rdingiz? Kim bilan gaplashdingiz? Harakat qilyapmiz. Ministerga ham qo'ng'iroq qildim. Sergey Stepanovich, iltimos shaxsan o'zingiz shug'ullansangiz shu masala bilan, natijasini menga aytsangiz. Bugun esa kechagi kunni ham hisobga olib ishlash kerak. Yaxshi. Rahmat o'rtoqlar. Dispetcher yig'ilishi tugadi. Unutmanglar, soat 16 da majlis bo'ladi. Irchka e'lon qiling hammaga. Soat 10 da kengash o'tkazamiz. Soat 14 dagisi boshqa kunga qoldiriladi. Mo'ssovetga komissiya yig'ilishiga borishim kerak. Qarang, nihoyat Mo'ssovet ishimizga qiziqyapti. Shu vaqtgacha faqat o'z tashabbusimiz bilan ishlab keldik. Xudo haqqi, o'z tashabbusimiz bilan. Menimcha endi bu problemalarni davlat miqyosiga ko'tarmoq payti keldi. Salom. Salom. Laureatlarimiz. Mana masalan siz bilasizmi, mamlakatimizda qancha so'qqa boshlar borligini? Afsuski, Kishini dahshatga soladigan darajada ko'p o'ylaygar. Faqat Moskvani o'zida qancha son-sanog'i yo'q. Xo'sh, so'qqa boshlik deganda biz nimani tushunamiz? Bundan tug'ilish kamayadi, aroqxo'rlik, maishat kuchayadi. Bu narsalar so'zsiz mehnat unumdorligini pasaytiradi. Soddaroq qilib aytganda, yolg'iz odam hech qachon astoydil ishlamaydi, chunki uni miyasi butunlay o'zga narsalar bilan band bo'ladi. To'g'ri gapmi? O'ylab ko'rish kerak buni. Keling, birgalashib o'ylaylik. Tashkil etilganiga 3 yil bo'ldi. Atiga 3 yil. Ishlaringizda kamchiliklardan tashqari masalan muvaffaqiyatlar, bir-birini topishganlar ham bo'ldimi? Albatta. 3 yil davomida 12 kishi nikohdan o'tdi. Lekin biz o'z oldimizga bunaqa siz talab qilayotgandek aniq vazifa qo'ygan emasmiz. Bu yer nikoh idorasi emas, klub. Axir odamlar o'zaro aloqani unutib qo'yishdi. Uylariga tizilib olib, radio eshitishadi, televizor ko'rishadi, hatto yon qo'shnisini tanimaydi so'rasangiz. Haligi 12 kishidan ikkitasi bir uyda istiqomat qilishgan, bir podyezdda. Ayol 7-qavatda yashagan, erkak 4-qavatda. Bizni klubimizni sharofati bilan topishib olishdi. Axir bu qanaqasi o'zi? Eshitaman, o'rta ayollar. Klubga yozilsak bo'ladimi? Bilasizmi, klubga ersiz ayollarni vaqtincha to'xtatganmiz. Kelasi yil aprel oyi 2-kvartaldan ro'yxatga olishni boshlaymiz. So'qqabosh erkaklarni yozasizlar, a? So'qqabosh erkaklarni yozish davom etilyapti. Nimaga endi? Bu adolatsizlik-ku. Nimaga adolatsizlik bo'lar ekan? Hozirni o'zidayoq ersiz ayollar so'qqabosh erkaklarga nisbatan 2 baravar ko'proq. Balki bizni mustasno tariqasida yozib qo'yarsiz. Yangi yildan keyin telefon qilib ko'ringlar, qo'limdan kelguncha yordam berishga urinib ko'raman. Tushunarli. Xayr. Ko'ryapsizmi ahvolni? Sizlar bo'lsa, Mo'ssovetda o'tirib olib nuqul bahslashasizlar. Tortishasizlar, tajriba o'tkazasizlar, bizga yordam berishni o'rniga. Menga yordam kerak. Aytaman desam tiqilib yotibdi. Avvalo jihoz yetishmaydi. Erkaklar yetishmaydi uni ustiga. Erkaklar masalasida yordam bera olmaymiz. O'zingiz bilasiz, bitta oilasiz erkakka 5 ta beva ayol to'g'ri keladi. Ha, yaxshi, lekin shuni yo'lini topish kerak. Bunga qarshi kurashish kerak. Olga Pavlovna, sizdan uchayotganim juda yaxshi bo'ldi-da. Meni kattalar gruppasiga yozib qo'yuvdingiz. U yerda faqat kampirlar ekan-ku. Axir tushuning, siz ham yosh yigitcha emassiz. To'g'ri, yosh yigitcha emasman-u, lekin qariyalar ro'yxatiga yozilishni xohlamayman. Yaxshi, Boris Aleksandrovich, mayli sizni 2-gruppaga o'tkazib qo'yaman. U yerda 35-50 yoshdagilar. Yoshlar gruppasiga yoza qoling. Qiziq ekansiz, Boris Aleksandrovich. Bu gruppada 28 yoshli qizlar yig'ilgan. Siz esa bot kasalingiz bor. Axir tansiz tusha olmaysiz-ku. Keyin kelib shikoyat qilib yurasiz. Yo'q, shikoyat qilmayman. Tayyor. Bo'ldi. Demak, kelishdik-a? Yaxshi, Boris Aleksandrovich, sizni yoshlar gruppasiga o'tkazib qo'yaman. Hammasi to'g'ri. Faqat keyin shikoyat qilmaysiz. Xullas, shu hafta ichida kirasiz, Anatoliy Grigoriyevich. Rahmat. Gruppangiz anketasidagi savol-javoblarni to'ldiring. Taklif qog'ozni bo'lsa, uyingizga yuboramiz. Salomat bo'ling. Xayr. Xo'p, xayr. Xayr. Xayr, Anatoliy Grigoriyevich. Ana ko'rdingiz? Bosh injener zavodda.
Shunda odam ham keldi. 99% ziyolilar. Ularga qarab odam yuragi ezilib ketadi. Ayollarni ko'rmagansiz. Bir-biridan yaxshi, chiroyli, lobar, ajoyib kiyingan erkaklarimizga ham yana nima kerak o'zi hayronman. Bilasizmi, siz bilmaysiz albatta u yoqda Mossavет o'tiradi, buni sizga aloqasi yo'q. Lekin biz nihoyatda qiynalib. Nima uchun aloqasi yo'q? O'zim ham yerga tegmaganman. Qo'ying. Agar Mossavetdagilarki shu ahvolda bo'lsa, ha yaxshi. Sizga yordam beramiz. Saqlab qo'ygan rezervim bor. Ko'rinishdan yomon emas. Boshqarmani mas'ul xodimi. Atiga 53 yoshda. Rahmat Olga Pavlovna. O'zim amallayman. Katya. Kardaning ishdan chiqibdi. Rostini. Menga shunday tuyulyapti deb o'yladim. Taraqlayotganini eshitmayapsanmi? Remontga topshir. Keyin tuzatish qiyin bo'ladi. Topshiraman. Qayoqqa ketyapmiz? Menikiga. Nimalar deyapsan? Yo'q, senikiga bormayman. Nega qo'rqasan? Uydagilarni qaytishi yana 5 kun bor. Meni qo'yishmadi, chaqirib olishdi. Otpuska ham harom bo'ldi. Yo'q, Volodya, yaxshi emas. Nega yaxshi emas? Bahanda uyimni ko'rasan. Yo'dimi, Katerina? Juda sog'inganman. Xolodilnik bo'm-bo'sh. Olmani o'sha yoqdan olib kelganman. Xo'p. Bilasanmi, Katerina? Nazarimda go'yo 100 yil ko'rishmagandaymiz. Menimcha oxirgi marta 20-iyunda ko'rishgandik. 18-da. Bilasam, xotinimni seni ismingni aytib chaqirib olishdan qo'rqaman. Kecha kunduz xayolimdasan. Mazangiz qochdimi? Hammasi qochdi. Gul? Qayoqdan oldingiz? Sovg'a qilishdi. Sasha.
Tavba. Qachon temir tersakka topshirasan? Hali buni nevaralarim minishadi. Mashinaga agar vaqtda qarab turilsa, 100 yil xizmat qilish mumkin. Hech narsa 100 yil xizmat qila olmaydi. Mana o'zing risoladagidek hayot kechirding, ahvolingni qara, soching to'kilib tepakal bo'lib qopsan. Hozir urf bo'lgan soch to'kilish. Unda mana u nima? Mana u, a? Asab tolasi bu. Salom. Shu yerda ham tinchlik yo'q. Seryoja. Zab kepsanmi? Bizni bu yerdaligimizni qayerdan bilding? Bu yoqqa o't. Ertalab uylarga bordim. Hech kim eshikni ochmadi. Shundan bildimki, bu yerdasizlar. To'g'ri qilsan. Xayrlashgani keldim sizlar bilan. Ketyapsanmi? Ha, o'z shahrimga. Shuncha sanqib yurganim yetar. Anchadan beri chaqirishadi. Lusiya, sendan qarzim bor edi. Albatta, birinchi moshinda jo'natib beraman. Qo'l ostingda qancha odam ishlaydi? 3000 ga yaqin. Voy, qanaqa qilib eplaysan? Qiyin bo'lsa kerak. 3 kishini eplash qiyin. Agar shu 3tasini qovushtirib olsam, mara seniki yo'q ketaveradi. Nima kerak, voy? Hech narsa, o'tiraver. Balosan, Katya. Biz doim bolalarga seni ibrat qilib ko'rsatamiz. Nimani orzu qilgan bo'lsang, hammasiga erishding. To'g'ri. Lekin odatda hamma narsaga erishgan kishining maqsadi ham tugaydi. Yolg'izligi yana ham seziladi. Turmushga chiqishing kerak. Gap bunda emas. Xo'p, dever. Lekin hozirgi amaling bilan qiyin bo'lsa kerak. Xotini yo'q ministr duch kelmasa agar. Bilasanki, erkaklar xotini o'zidan pastroq bo'lganini yoqtirishadi. Qani o'zi erkaklar? Butunlay qurib ketgan. Qaysi erkak hozir teatrga, выставkaga boradi? Nuqul ayollar-ku. Erkaklar yonboshlashib televizor ko'rishadi. Yo pivoxonaga yugurishadi. 40 ga kirmasdan qorin qo'yib yuborishadi. Kiyimlari g'ijim, botinkalari iflos. Botinkaning nima aloqasi bor? Jonim chiqib ketadi botinkasi iflos erkakni ko'rsam. Voy, o'ladigan bo'ldim. Sizlarni quloq qilish kerak birovni kuchidan foydalanganlaring uchun. Ko'raman hali qishda bankalarni paqillatib ochishini. Nimadir ekansan o'shanda. Genang allaqanday qizni boshlab ketdi. Voy, Marina bo'lsa kerak. Bo'rashi tag'in dadasi u deb o'tirmasin. Guring keldi. Emasmi? Soppa-sog'. Menimcha kechagina jinnixonadan chiqqan bo'lsa kerak. Hayron bo'ldim anchadan beri pul so'rab kelmaganiga. Qanday ajoyib yigit edi. Shunaqa ajoyib yigit bo'lgani uchun ham shu ahvolga tushib qoldi-da. Ko'pchilik u bilan urushtirib ichishga ish qilib U hammani ko'ngliga qarardi. Xafa qilgisi kelmay. Endi mana u bilan hech kimning ishi yo'q, hamma do'stlarining ishi 5, uni ahvoli esa bu. Balki tashavvarar. To'g'ri yo'lga ham tushib ketar. Voy, Katya, ozmuncha kutdim. Yalindim, yolvordim, doktor olib yurdim. Baribir foydasi bo'lmadi. О походах наших, о боях с врагами долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами. Marina, ol, tortmay ye o'tir. Key, yana ozgina solib bering. Odam yeganiga qarab ish qiladi. Bo'ldi, eshitganmiz bu gapingizni. Sen jim o'tir. Nega doim meni og'zimga urasan-ey? Otayim mana Marina eshitmagan. Birdan nondan bor. Avvallari mardikorni sinash uchun uni oldiga ovqat qo'yishgan. Agar u ovqat kam yesa jo'natib yuborishgan. Bo'ldi qilgin. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi sizlarga? Yaxshi nondan bor. O'sha osh bo'ldi. Mana shunaqa. Bir tanishimning eri kit ovlaydigan kemada ishlaydi. O'shatda bir g'alati krem tayyorlashar ekan. Olib beraman dedi. Betingga sursang, sip-silliq qilib qo'yar ekan. Bitta ham ajining qolmas ekan, qiz bolalarning yuziday. Nimadan tayyorlashar ekan uni? O'lay agar, yuzichingiz xuddi marmarga o'xshaydi. Yigitlarimizni hammasi yaxshi. Savob mana hali ham o'shatda. Meni qayta taklif qilishdi trenerlikka. Bo'ldi, endi annani kechdim. Ko'rqasasini bir marta yo'qotadi, ko'zim ochildi. O'zim bilan ovora bo'lib o'tgan yili hakka ko'rmabman bir marta ham. Taxt qildim. Yig'ishtiraman. Juda to'g'ri qilasan, Seryojenka. Hali yoshsan. Butunlay boshqatdan boshlashing kerak hayotingni. Ha, bo'ldi, yetadi. Mana u shirin olma. Mana u yerga qulunay ekkanman. Bu Shtrifel. Rahmat. Ana ular oshko'klari.
Yuraveringlar, yuraveringlar. Yur. Зачем протопала к нему тропиночку? Tonya, men birovga hasad qilishni bilmayman, lekin senga havas qilaman. Sen baxtli ayolsan. Men umid bilan yashayman. Yaqinda eshitib qoldim, qabristonda xotini o'lgan erkaklar bilan tanishsa bo'lar ekan. Ziyoliroqni mo'ljallab turib, atrofida bir ikki aylansang bo'ldi, tuzoqqa ilinar ekan, qo'yar ekan. O'lay, agar bir tanishma dugonasi shunaqa qilib arxitektorga tegib. Lyudka haliyam o'sha-o'shasini. Erni er qiladigan xotin o'zidan o'zi erdigan yaxshi bo'lib qolmaydi. Ha, lekin men ishonchim komil, omadim keladi. Baxtli chakana-chukana bo'lishini yoqtirmayman. Ulgurji bo'lgani yaxshi. Oyi, siz qo'ysangizchi, o'zim olib kelardim. Hech qisi yo'q bolam. Odam ha deb o'tiraversa ham charchab ketadi. Qarilik qursin. Mazalari yo'q. Dadamiz vafotidan keyin ancha cho'kib qoldilar. Tavba qildim vaqtni o'tishini. Shu yerga kelib birinchi manishganimizda hozirgi bizni yoshimizdan 5-6 yoshgina katta xotin edilar-da. Xuddi kechagina tanishgandayman. Qani, choyga talabgor bormi? Hozirroqqa o'taver, bolam. Xo'p, bu eski samovar kimga ham kerak bu janoza? Eski bo'lsa ham menga aziz bolam. Shu zilzabila. Tashlab yuborishga ko'zim qiymadi. Rahmat, rahmat o'g'lim, baraka topgin bolam. Xo'p, arzimaydi. Ha. O'zim ham iflos oyoq kiyimni yoqtirmayman. Men siz oyog'ingizga qarayotganim ham yo'q. Baribir g'ashingiz kelyapti. Sezilib turibdi yuzingizdan. Folbinlik ham qilaman-de. Unaqa emas, lekin sezib turibman. Yana shuni ham aytishim mumkinki, siz turmushga chiqmagansiz. To'g'rimi? Qo'lida nikoh uziga bo'lmasa turmushga chiqmagan bo'laverar ekanda. Hatto 3 ta nikoh uzigingiz bo'lganda ham bilaman, turmushga chiqmagansiz. Chunki ko'z qarashingiz eri yo'q ayollarnikiga o'xshaydi. Qiziq odam ekansiz. Eri yo'q ayollarni qarashi boshqacha bo'ladimi? Ha-da, ular juda ham sinchiklab qarashadi. Odatda militsionerlar shunaqa qarashadi. Rahbar xodimlar va eri yo'q ayollar. Militsionerman. Yo'q. 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 Rahbar xodimman. Yo'q. Siz menimcha zavodda ishlaysiz. Mastersiz. Shunaqa? Lekin yaxshi ishlaganingizni nazarda tutib, keyingi paytlarda sizni Kasaba Soyuz yo'li bilan yuqoriga ko'tarishganini to'g'ri aytdimmi? Ha, sal shundayroq. Hayron bo'ladigan joyi yo'q, o'zim ham master, oliy razryadli slesarman. Aytganday, meni ham xotinim yo'q. Ana shu narsa sizni fazilatingizni yuvib ketyapti. Yo'q, buni ahamiyati yo'q. Omadim kelmagan xolos. Tushunarli. Xotiningiz jizzaki bo'lgan ekanda? Yo'q, oliyjanob ayol edi. Hozir boshqa kishiga turmushga chiqqan, xursand. Unda siz yomon ekansiz-da. Menmi? Aslida benuqson odamman. Omon bo'ling. O'g'lim, samovarni olmaysanmi? O'zim ko'tara olmayman. Juda ham og'ir. Tezroq, buvijon. Bilasanmi, o'ylab turib kuzatib qo'yishga qaror qildim. Nega endi? 5 so'm pulim bor. Nima uchun o'zimga ma'qul bo'lgan ayolni kuzatib qo'ymasligim kerak? 5 so'm menikicha yetadi, qaytishga yo'q. Yo'q, qaytaman. Piyoda yurish foydali. Hech bo'lmasa ismingizni aytsangiz bo'larmidi? Goga. Nima? Yo bo'lmasa Gosha. Demak, Goga. Faqat shunisi yetmay turdi. Bu masalani bitta o'zim hal qila olmayman. Siz yordam. Buni o'zingiz hal qiling. Meni o'zim ishlarim boshimdan oshdi. Hozir eshitdingizmi? Ministerdan telefon qilishibdi. Kengashga borishim kerak. Axir siz bosh injener. Qanday hal qilaman?
Bu qanaqasi? Go'sha. Salom. Namuncha kech qaytding? O'sha kasaba-soyuz ishlari bilanmi? 2 soatdan beri turibman. Nima uchun? Ko'rgim keldi. Nimaga? Sog'indim. Uzrli sabab ekan. Qani yuring, bo'lmasa qizim bilan tanishtirib qo'yaman. Qanaqa qizing? Qizing ham bormi hali? Nimaga buncha ajablanasiz? Balki hali ering ham bordir. Nima qildi? O'zingiz sog'indim, ko'rgim keldi dedingiz-ku. Yo faqat er yo'llarini sog'inasizmi? Ha. Demak, tushunarli. Ering bilan urushib qolgansan, endi men orqali o'ch olmoqchisan. Go'sha. Shunaqa ajoyib aql bilan faqat konstruktorlik byrosida ishlasangiz bo'lar ekan. Kiravering. Oh. Meni tanishim Georgiy Ivanovich. Aleksandra. Juda xursandman. Qani mana ularni xolodilnikka olib borib qo'ychi. Xo'sh. Hech qanaqa ering yo'q. Qalay? Durust. Yechida qol, yechin. Hali ovqatlanamizmi? Hozir tayyorlayman. Faqat bir pasgina dam olay. Yaxshi. Yaxshi. Bemalol. Qani nari turchi? Yaxshi. Gugurt qayerda ekan? Ovqat yeysanmi? Yesamchi. Unda darrov mana bu piyozni tozalab ol. Marhamat, o'tirsinlar. Aleksandra, seni oying nima deb chaqiradi? Marusha deb. Marusha? Yaxshi, men ham seni shunday deb chaqiraman. Sizni Vasya deyman. Kelishdik. Menga 100 xil nom qo'yib yuborishgan. Jgora, Yura, Gosha, Goga, Georgiy. Yaxshi ism ekan. Siz nima, oyim bilan birga ishlaysizmi? Yo'q. Boshqa joyda ishlaymiz. Lekin endi birga tursak kerak. Siz nima, oyimga o'ylamoqchimisiz? Ha. Anchadan beri tanishmisizlar? Bizmi? 44 soat 22 minut bo'ldi. Unaqa bo'lsa ishingiz chatoq ekan. Oyim birovga ko'r-ko'rona muhabbat qo'ymay, uni kimligini yaxshilab bilib olish kerak deydilar. Buning uchun vaqt kerak. Juda ham to'g'ri aytibdi. Yaxshi bilmay, 2 kun ichida birovga turmushga chiqish o'ta yengil taklif bo'ladi. Yaxshilab o'ylash kerak. Atroflicha 4-5 kun. Shuning uchun shoshilma, chorshanbagacha hali vaqt bor. Darvoqe, bir-birimizni yaxshiroq bilish uchun sizlarni yakshanba kuniga shahar tashqarisiga ziyofatga taklif qilaman. Xo'p, rahmat. Kerak yo'q, kuzatmay qo'ya qol. Kim u? Slesar. Qayoqdan elasha qoldi? Elektrichkada. Tabriklayman. Endi ko'cha-ko'yda tanishishga o'tibsiz-da. Sizdan kutmagan edim buni.
Ochig'i o'zim ham kutmagandim. Haliyam kiymadinglarmi? Qoyilmane, bu qanaqasi bo'ldi? Kelishgan edik-ku. Nimani kelishuvdik? Shahar tashqarisiga chiqishni. Oyi! Oyi! Turing darrov. Nega? Ziyofat esizdami? Qanaqa ziyofat? Esing joyidami o'zi bugun yakshanba-ku. Tinch uxlagani ham qo'ymaysan. O'sha yoqda miriqib uxlaysizlar. Vaqt ketyapti. Biz ham yordamlashaylik-a? Yo'q. Kabobga ayollarning qo'li tegsa buziladi. O'ni yoqqa boringlar. Sizlarning joylaring o'sha yerda. Dam olinglar. Chaqal. Ich. Oy seni. O'tiringlar. Rahmat. Marhamat, maestro. Hidini qarang, hidini. Mazali. Başarı koyabilir. Oy sen topalanchi. Tur joyingga. Uxlaylar. Gapirsang-chi. Mayli. Aziz do'stlarim, bugungi o'tirishimiz odatdagidan boshqacharoq. Shunday. Negaki alohida sababi bor buni. Sabab bo'lganda ham ancha jiddiy. Qadrdon do'stimiz Go'shaning tug'ilgan kuni bugun. Hech narsa deganlari yo'q-ku. Go'sha, ogohlantirmanmi mehmonlaringni? Nimasini aytaman? Nihoyatda kamtar inson. O'rtoqlar, hammangiz bilasizlar, shuning uchun menimcha Go'shaning fazilatlari haqida gapirishni zarurati bo'lmasa kerak. Zarurati bor. Go'sha, nahotki o'tirganlar orasida bexabar kishilar bo'lsa, seni ajoyib fazilatlaringdan. Afsuski, ha. Bunday bo'lsa, birinchi qadahni uni qo'llar uchun ichsak. Ko'rinishidan hammanikiga o'xshagan oddiy qo'llar. Lekin o'rtoqlar, chetdan qaragandagina shunday bo'lib ko'rinadi. Aslini olib qaralsa, do'stimning qo'llari oltin qo'llar. Tom ma'noda oltin qo'llar. Do'stimiz Go'sha, o'rtoqlar, tengi yo'q slesar. Mana bizning institutimizda kandidatlar, hatto fan doktorlari borki, agar ular meni fikrimcha 10 yil oldin xotirjam pensiyaga chiqib ketsa, xudo haqqi ishonavering, ularni bor yo'qligini shu paytgacha hech kim sezmagan bo'lardi. Ammo lekin bultur Go'sha kasalxonaga tushib qolganida, mayda-chuydalargacha gapirayotganim uchun ayollardan kechirim so'rayman. Masalan, ko'richagini olib tashlashganda anchagina olimlarimizni ishi yurishmay to'xtab qoldi. Shaxsan meni o'zimga kelsak, ochig'i aziz do'stlar, doktorlik dissertatsiyamning 70% Goga yasagan priborlar tufayligina ro'yobga chiqdi. O'ylaymanki, meni fikrimga ko'pchilik doktorlar, hech bo'lmasa doktorlarni yarmi qo'shiladi. Seni qo'llaring uchun, aziz do'stim. Qani oldik. Omon bo'l Go'sha. Ura. Seni muvaffaqiyatlaring uchun. Olinglar. Sen uchun Go'sha. Bu gaplar uchun ichmasa gunoh bo'ladi. Oltin qo'llar uchun. Qo'li gul do'stimiz uchun. Xo'sh qalay? Yaxshi gapirdimmi? Ha? Rostdan fan doktormisiz? Nima? O'xshamayman? Nimalar bo'lyapti o'zi?
Tarelkalarni bu yoqqa ol. Tarelkani olib berganman. Ol. Shular. Tug'ilgan kuningiz ekan, aytmaganingiz chakki bo'ldi. Sovg'aga qarzdormiz Go'sha. Ha, sovg'a qilish qochmas. Ulgurasizlar. Dekabrgacha hali ancha vaqt bor. Nimaga dekabrgacha? Chunki tug'ilgan kunim 23-dekabrda. Unda bugun nima bo'ldi? Ha, shunchaki bir ko'rgazmali chiqish bo'ldi-da. Axir sizlar men haqimda hech narsa bilmasdinglar-ku. Mana endi meni kimligimni chiroyli qilib tushuntirib berishdi. Go'sha, menga yoqyapsiz. Unda ana akademiklar, Xotirjam bo'laver. Fan doktorlari, kandidatlar, yegan kabobing hammasi haqiqiy, gapirgan gaplari ham to'ppa-to'g'ri. Ammo lekin salgina maqtovni oshirib ko'tarib yuborishdi zang'arlar. Juda qiziq. Hech qisi yo'q, hayotni o'zi tushirib qo'yadi. Rostdanmi? Xayriyat. Yo'qsa meni quruq, tuzalmaydigan odamlar toifasiga qo'shib qo'ygandirsan degan xavotirda edim. O'ta iste'dodli odam bo'lib chiqdim aksincha. Shunaqa o'yga ham boruvdim. Ha. Aslini olganda xotindan baland bo'lish kerak. Negaki xotin ko'p maosh olsa yoki uni amali kattaroq bo'lsa, bunday oila emas, koni qurbat. Nahotki? Albatta. Ko'rganmiz, boshdan o'tgan. Go'sha, qancha maosh olasiz? Oyingdan ko'proq olsam kerak deb o'ylayman. Bo'pti, foyda yo'q yig'lagandan. Ko'z yoshi qilib o'tirmay harakat qilish kerak. Necha kun bo'ldi o'zi ketib qolganiga? 8 kun. Menga qara, izzat talab bo'lib o'tirmay o'zing borib olib kela qolsang bo'lmaydimi? Izzat talabini emas. O'limga ham borishga tayyorman uning uchun. Adresini bilmaymiz. Adreslar byurosicha. Familiya. Bilmayman. Qizoq bo'ldi-yu. Katerina, tag'in u narsalaring joyida turibdimi, qaradinglarmi? Uyalmaysan shunaqa degan ekanmiz. Bo'pti. Qidiramiz. Kasbi silasiz, ha? Ha, qaysidir ilmiy tekshirish institutida ishlaydi. Yaxshi. Biron bir belgisi bormidi esda qoladigan? Chandomi? Yo'q shekilli. Chandiq? Ko'richagini olib tashlaganlarga chandig'i bor. Yo'q, ko'rinmaydigan joyda ekan. Shu yerda kutib o'tiringlar. Kelgan odamni haydamanglar. Hech kim chiqarmanglar. Qarshilik bo'lib qolsa, so'zsiz o't ochinglar. Georgiy Ivanovich yoki Goga, yoki Gosha, yoki Yuri, yoki Gora, yoki Jora shu yerda turadimi? Faqat Georgiy Ivanovich turadi. Kiring. Uydami? Bilmadim. Jimjitku. Uyida. Aylanib o'ta qoling o'g'lim. Aylanib o'ting. Hamma yo'q remont. Tushunarli. O'ngga yuring. Topolaman. Yana o'ngga. Yana o'ngga. Salom. Salom. Georgiy Ivanovichni so'rab kelibdi. Ha.
Gosha. Nikolay. Ob-havo qalay? Yomg'ir yog'yapti. Umuman dunyoda nima gaplar bor? Sen nega yig'layapsan? Qanchaga qolmasim kelyapti. Ilgari nuqul kelajakda sevgi yo'qoladi, odamlarda kundan kunga nuqson ko'payapti derdik. Har xil jurnallarda o'qib beradi. Yo'q, dunyoda eng yaxshi odam. Boshimizni qotirib. O'zing aytyapsan-ku, xotin kishini maoshi erkaknikidan ko'p bo'lsa, oila bo'lmaydi deb qo'sh qanaqa qilib aytding? O'chinglar qizlar. Topib kelaman dedim-ku. Mana olib keldim. Kim kimni olib kelganini hali Xudo biladi. Qo'la. Qani u? Ichkarida. Ovqating ye. Jem. Salom. Salom. Gosha. Antonina, yaxshimisiz? Lyudmila. O'tiring, marhamat, o'tiring. Lyudmila. Endi bizga ruxsat. Uyga bora qolaylik. Nega endi? Ko'la bo'la qol. Kech bo'lib qoldi. Ovqatlanasizlarmi? Keta qolaylik. Keling qizlar. Yo'q, yo'q. Keyin bir o'zimiz ketib ketamiz. Rahmat, rahmat. Xayr. Keyin Omon bo'linglar. Shlyapang qani mana. Bundan buyon endi bordi keldi qilib turaylik. Roziman. Meni ham taklifim shu, do'st bo'laylik. Ajoyib fikr. Bo'pti, yur Ko'la. Gosha. Qo'la. Ketdik. Kechirasiz, xayr. Xayr. Zo'r yigit aka. Zo'r yigit. Mencha Yaxshi. Ovqat bormi? Bor albatta. Ovqat yelik bo'lmasa. Qornim o'lguday och. Nimaga? Qancha kutdim seni. Sakkiz kun. Qancha kutdim seni. Film tugadi.